Alloh meni sevadimi, yaxshi ko'radimi degan savolni berdim bir kun o'zimga deydilar. Keyin Alloh taoloning kitobini ochib, Alloh taqvodorlarni yaxshi ko'radi degan oyatini topdim deydilar. Keyin o'zimda hech taqvoning alomatini topmadim deydilar. Keyingisini o'qisam, Alloh sabr qiluvchilarni sevadi deganini topdim deydilar. O'zimda sabrdan asorat yo'q deydilar. Keyin varaqlasam, Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaxshi ko'radi deganini topdim oyatni deydilar. O'zimni qarasam, hech bu amallarni qilmagan ekanman, bekorchilikda. Zotlar shuna degandan keyin bizda buni amal yo'q ekan. Oxiri topdimki, Alloh tavba qiluvchilarni ko'proq yaxshi ko'radi degan oyatni topdim deydilar. Shundan beri tavbani o'zimga lozim deb topdim, Alloh yaxshi ko'rib qolsa degan umidda. Ali Tontoviy o'sha Ey qizim nomli kitobda aytadilar. O'shaning uchun biz shu zotlar bu gapni aytgandan keyin bizda ham na taqvo bor, na bir yaxshilik qilganmiz, na bir Xudoga yaqinligimiz bor. Ajabmaski biz ham hozir mana shu aytganingizdek tavba qilsak, Xudo taologa mahbub bo'lsak. Xudo rahmat qilsin o'sha zotlarga.